Oy. Uf, obunachilar. Assalomu alaykum hammalarga. Men Saliman. Bu esa ukam Daniel. Biz xullas kambag'al bo'lib qoldik. Endi yashashimiz shart. Mana shu joyda yashaymiz endi biz. Ey ukam, aqavot. Biz yugurib kelaylik. Men narsa sotyapman. Mayda daraxtlar bor ekan. Uka, pulimiz yo'q-ku biza. Tekinga oldim. Pulimiz ham yo'q. Mayda, hozir bitta qishloqning oldiga borib kelishim kerak. Pulimni sandig'iga solib qo'ydim-mikan, esimda yo'q. Assalomu alaykum, Jitel. Va alaykum assalom. Voya kelding? Sandig'ingizga pulni solib qo'ydim-mi? Ashni qarab olayda. Mayli, qara. Mana ekan, olyapman pulimni. Hop. Hayır. Endi ketdim. Uka, yur. Kamondan o'tamiz, yur. Uy, Tegma, u birovni puli yo'q. Yur, kamondan o'tamiz. Pul yutib olishimiz mumkin kamondan. ana hozir o'rtasiga tegizdim. Salom, Jitel. Salom. Biz kamondan o'q otgani keldik. Hozir senlar o'qot tushasanlar. Mo'ljalga tegsa, senlarga 5 ta zumrad beraman. Senlarda 3000 dan bo'ladi ekaningdan otishsan. Hop, ikkalamiz ham o'tamiz hozir. Hozir olyapman. Bo'pti, ol tez. Menda 20 ta o'q bor ekan. Tegdi. Hozir qochib tur. Tegmadi birinchisi. Voy, tegmayapti. Bu bo'lmaykan-ku. O'qimiz ketyapti bekordan. Uka. Tegmayapti o'qim nimagadir. Qayerga ketyapti? Ha, to'g'ri bo'lyap turadi. Uy, to'g'ri. Bekor tovuqni chiydim. Men ham chiydim. Chiydim men. Menga 3 ta zumrad beradi endi. Menga ham qara, men qancha chiyganimni. Ekkamas, daraxtni chiyasan. Ashuncha o'qni sarflab bordingmi? Menda 5 ta zumrad bor. Endi 15 ta bo'ldi. 20 ta. Tegizdim. 25 ta. 30 ta. 35 ta. 40 ta. 40 ta. Bo'lmadi. Qolmadi menda. Men pulimni olishim kerak. 40 ta bo'lsa, hozir Jitel men 37 ta olyapman, chunki 3000 to'ladim, 3 ta zumrad. Keyin 37 ta yutib oldim. Bo'pti, ol tez. Men 10 ta oldim, ama 2 ta chiydim. Hozir olyapman. 37 ta bo'lsa. Ana bo'ldim men. Bo'l uka. Ketdi uyga endi. Men ishim bor edi. Men yo sen uyda o'tirib tur, men hozir qilib kelaman. Men g'isht toshishim kerak edi. Hozir men o'rtamga borib kelay. Janob Merdi uyi Olmozdan bo'lgani. Janob Mer mazza qiladi. Janob Mer, menga ham ish bering. Bo'pti, sen taxtalarni chop. Hop, ukam ham ishga kirib oladi endi. Ukam qiynalib ketadi-yu axir. Men bularni toshib olsam tez. Salom Jitel. Salom, Sali. Men mana g'ishtlarni toshyapman. Bir stak berasizmi? Zumrad? Ha, bir stak beraman. Bo'pti. Hozir tezda qilib tashlayman. Hop, tez bo'l.
Tez bo'lishimiz kerak endi. Bo'ldi. Tez qo'y uka. Pul olishimiz kerak. Iya. Pulni qo'yib tashaver tez. Ay, Uka, seni tug'ilgan kuningga men yangi telefon beraman. Pulimiz ko'p bo'lsa. Hozir Jiteldan pul olaman. Jitel, biz ishimizni qilib oldik. Ukam ham qildi. Ana shunga 2 stak berasanmi? Ha, 2 stak beraman. Avval o'raman. Avval. Hozir. Voy, pul rosa ko'p ekan buni. Avval yapman 2 stak. Hop. 2 stak bo'ldimi shunda? Obunachilarga yana 3 stak qo'shib oldim. Hozir uni to'g'rilab qo'yishim kerak. To'g'rilab qo'yamiz. Uka, uydamisan? yo'q. Men bozordaman. Bozor emas, do'kon-ku. Do'kondaman. Nima olyapsan? bormi? Ovqat. Ovqat yo'q ekan. Yo'q ekan ovqat. Bitta ovqat sotishmayotganlar. Ketaveramiz bo'lmasam. Hozir merdoliga borib kelay. Men ham kirishim kerak edi. Mer qani endi? Tepada. Assalomu alaykum, mer. Va alaykum assalom. Biz ishimizni tugatdik. Ashunga pulingiz bo'lsa berasizmi pul bizga? Zumrad. Mengachi? Ha, beraman. Mengachi? Pulingiz bo'lsa avval o'radingmi? Ha, avval over. Necha stak olaylik? 3 stak avvalish. Bo'pti, hop. Menga bir stak. Yo'q ekan. Pul yo'q ekan-ku merda. Mer, pulingiz qayerda? Pulim yo'q endi shekilli. Hozir topib olamiz. Tepasi oddiy joy ekan. Bo'pti, keyingi safar beraman. Hop, mer. Yaxshi dam oling. Bo'pti, senlar ham yaxshi dam olish. Ketdi uka. Ay, Keyingi safar kiramiz, keyin olamiz. oyog'im sindi. Yur, hazillashma. Yiqilib tushdim ikkinchi qavatda. Pulimiz ham ko'payyapti sekin. Tugatyapmiz. Ishda bo'ldik. Endi ertaga biz Bitta joyga borib kelay. daraxtlarga ham qo'yishimiz kerak. Bo'l uka, uxla endi. Hozir. Yana qismlari chiqishini xohlasanglar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.